Bugun biz siz bilan O'zbekistonliklarning Nyu-Yorkdagi iftorida ishtirok etyapmiz. Ushbu tadbirning asosiy hamkori Ipak yo'li jamg'armasi va ushbu tashkilotning asosiy maqsadi Markaziy Osiyo hamjamiyatlarining barcha vakillarini Nyu-Yorkda birlashtirgan. Bu vakillarga ta'lim sohasida, ingliz tilini o'rgatishda va albatta huquqiy yordam berishda qo'llab-quvvatlashga harakat qilishadi. Xo'sh, sizning fikringizcha bunga erishishda Ipak yo'li jamg'armasining o'rni qay darajada muhim? Silk Road Foundation tashkilot ishlarida ajoyib asosdir. An'anaviy tashkilotlarni eslasak, bu yerga yangi kelganlarga shaharga moslashga yordam berish uchun tashkil qilingan tashkilot. Bizda turar joy uylari degan narsa bor. Odamlar turli mamlakatlardan kelishadi. Ular turar joylarda qolib, ma'lumot olishadi, shaharda yashashga ko'nikishadi. Shahar ko'pchilikni qo'rqitib yuborishi mumkin. Agar kimdir sizni qo'lingizni ushlab turmasa, yordam bermasa, o'zbeklar jamiyatidan biror kimdan so'rasangiz, ular bu yerga birinchi marotaba kelganlarida juda qiyin bo'lganini aytishadi. Ular Brooklyn kabi jamiyatlarga ko'chib o'tib, u yerda shaharni o'zidan va birinchi kelganlardan o'rganishadi. Qanday ta'lim olish mumkin, qanday biznes boshlash mumkin, shahar xizmatlaridan qanday foydalanish mumkinligini bilib olishadi. Silk Road Foundation aynan mana shu haqida. Bu juda muhim. Bu odamlarga haqiqatdan ham Amerika orzusida qatnashish imkonini beruvchi qismlarning bir qismidir. Men ular bilan juda faxrlanaman. Va yana ular yangi kelganlar uchun yig'ilgan tashkilotlarning boy an'analarining bir qismidir. Ular orqasidan kelganlar o'zlari boshdan kechirgan qiyinchiliklarni boshdan kechirmasligiga ishonch hosil qilish uchun Silk Road kabi tashkilotlarni boshlaydilar. Bilasizmi, shuni tushunish kerakki, har bir kishi mamlakatga birinchi kelganida qiyinchilikka duch keladi. Bu turgan gap. Hikoya bir xil. Amerika orzusiga yetish yo'lida toqqa ko'tarilayotganingizda qanchalik qiyin bo'lmasin, tog'ning uchiga chiqib, tepadan qaraganingizda qanchalik orzuyingizga yetishganingizni tushunib yetasiz va biz nihoyat Amerika deb ataydigan joydamiz deysiz.